Assalomu alaykum. Hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli fermerlar. Meni ismim Alisher, familiyam Murodov, Agrobankda o'rinbosariman. Bugungi navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz belgilangan. Kelganlar uchun hammaga tashakkur. Kimda Agrobankda mahsulotlariga, Agrobankda kreditlariga qiziqish, yo masalan bitmay turgan ishlari, yechim topolmayotgan masalalari bo'lsa, mana shu uchrashuvga o'sha masalani bildirasizlar. Biz komandamiz bilan, jamoamiz bilan birga o'sha murojaatlaringizni sifatli va qisqa muddatda yechib berish chorasini ko'ramiz. Murojaat qilguncha tashkilot nomi, ismingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz va o'sha qisqacha murojaatingizni tavsifini bersangiz, biz yozib olamizda. Bir kun, maksimum 2 kun, 3 kun ichiga shu masalalarni yechib berish chorasini ko'ramiz. Bu masala hech kimning vaqtini olmaymiz. Bir boshdan boshlaymiz. Aydul aka, ayting. Ardashir Boboyev hududidan Nurmulik Parvizullohning xo'jayi rahbariman. Hozirgi kunda g'alla ekish mavsumi davom etyapti. 1 tonna 1 million so'm o'g'itga pul yetmay qoldi. Kamroq shu pulni so'rab maqsadga tashlab bersam, shu o'g'it olib g'allamizni ekib kirmoqchi. Shunga bir amaliy yordam berishni so'rab keldim. Ardashir Boboyev, Ardashir Boboyev. Telefon aytib 97 386 65 35 1 million 1 million so'm bizga yetadi. O'tgan. Ko'proq chiqsa-chi. Nima qilamiz? Borib kreditda o'zimiz to'laydigan narsa-ku. Mayli. Yozib oldim. Aydul aka. Yechib beramiz masalan. Rahmat. Yana kimdan? Assalomu alaykum. Assalomu. Men Borbek hududdanman. Ismim Aslanbek. Menga yoqilg'iga 45 million, o'g'itga Aslanbek Nigmatov, fermer. Yoqilg'iga 45 million, o'g'itga 13 million kredit berishni so'rayman. Bobur qo'ydi. Bobur hudud shunaqa. Telefonni ayting. 97 642 77 44 shunaqa. Qancha dedingiz? Yoqilg'iga 45 million. Yo, mana bu 45. O'g'itga 13 million. 13 million. Nabarotdir bak. Teskari. Ya, shunaqa. O'g'itga 45 million, yoqilg'iga 13 million. Ana shunday to'g'ri. Chunki o'g'itni me'yori ko'proq bo'ladi-da, yoqilg'iga nisbatan odatda. 45 million o'g'itga, yoqilg'iga 13 million. To'g'rimi? Bo'ldi. Rahmat. O'zib oldim sizga. Rahmat. Nima kimdan nima masala? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qudratxon fermer xo'jaligi. Menga 51 million 800 o'g'itga, yoqilg'iga 15,5 million so'm kredit ajratib berishlar. O'zbekiston hududida Qudratxon fermer. Shanbadan. Nima telefonni ham aytaylik bitta? 88lik 922 22 38. O'g'itga qancha? 51 million 800 ming. 51.8. Yoqilg'iga 15 million 500 ming. Me'yori shunchalar bo'lmasa. Me'yorim shunchalar. Bo'ldi. Siznikini ham o'zim oldim. Hozir qishloq xo'jaligi xodimlari bilan birga yechamiz shu. Yana kimda masala? Ismim Shamshod, Amirturon hududidan Xudoyqul o'g'li ismli fermer xo'jaligi rahbariman. O'g'itga 43 million, sararga 12 million 900. Xudoyqul bobo o'g'li ismli. o'g'li Sumita. Fermer xo'jaligi Amirturon hududidan. Telefonni aytib oling. 95lik 95 983 983 0220 02 20. 20. Ayting masalan.
o'g'itga 43 million kredit, keyin saralkaga, yoqilg'iga 12 million 900. Bo'ldi, yozib oldim. Hurmatli fermerlar, mana shu murojaatlarni bildirgan murojaatlarni hammasini yozib oldim. Hozir pastga qishloq xo'jaligi bo'limiga tushib, jamoamiz bilan birga mana shu murojaatlarimizga asosan masalalarimizni yechimini izlashni boshlab, masalalarimizni yechimini topib, bugun uzoq ertaga masalalarimizni hal qilib beramiz. Resursimiz bor, mablag'imiz bor. Faqatgina sizlardan iltimos bo'ladi, muddat kelgan paytda kreditni o'z vaqtiga grafik bilan yopishlaringizni chorasini ko'rishlaringizni so'rab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.